Ulug' bir soatdan beri nima qilyapmiz? Mana bu do'konga Amirni chaqirib berishimiz kerak edi. Qaysi Amir? Karasevda deyboru. Ha. Nima? Jinnimisan, qancha pul turishini bilasanmi? Pulni olib qo'yganmiz, boshqa iloji yo'q. Qachon? O'tgan hafta Dubayda mazaqdan olib keldikmi? Voy, iflos etdinmi shiydirlik qilsan? O, ahmoq yonamiz-ku. Baqirchaq qurmagan. Menda variant bor. Basharasini qara. O'zingga qarab gapir. Bisir aka. Hech ishonmaydi buni amirligiga. Bo'ldi qil, xo'jayin sodda odam ishontiramiz. Nimadir bo'lsa men o'yindan chiqaman, tushundingmi? Chakaga o'chir yur. Amir aka yuring. Salom alaykum. Точно Amirmi bu? Bizga ishonmayapsizmi? O'xshamayapti-da. Alo. Nasılsın? Nasılsın? Amir musikasi-yu. Emas, sizga nima-da? O'zi ekan. O'zi. Kechiringlar mana bolalar. Bo'lmasa sizlar reklamani o'ringlar, men haq bermayman, xo'pmi? Xo'p. Ben Emir Kocaoğlu. Burada Emir Klaskmen'de reklama kılıyorum. Qaling. Ulug'bek bu turkcha gapiryapti, bizlar ham ko'pchilik tushunmaydi-ku bu tilni. 500 qo'shing, o'zbekcha gapirtiramiz. Seryozni? O'zbekcha biladimi? Voy, do'ndiradi. Yaxki. Emir Klasik'te 1 milyon 800'den 2,5 milyon so'mgacha sotilgan kastim shimlar endi hammasi 8 ming so'mdan. Mobillarsa. Ulug'bek, tanishing bilan Mirzoqdagi главный direktorimiz. Assalomu alaykum. Xo'jayin tanidingizmi? Emir Ko'zo'g'lu. Dabdalami chiqdi. Yo'q qamatadi, yo'q savaliydi. Yo'q. Uzr xo'jayin. Voy, men sodda. Voy, allanganimmi? Bu Amir Ko'zo'g'lu emas bu. Bu chuqurda yamaç ko'chavali-ku bu. Chuqur evimiz, yamaç babamiz. Hey, xo'jayin, o'zi aslida bu undan ham qimmat aktyor, ko'proq pul berishingiz kerak. Mirzoqdagi ko'millada. Men so'rab ko'ring. To'xtang. Rozimisiz senga? Palaga topinglar. Gap yo'q. Ketdi vallahi. Amir Ko'zo'g'lu. Bumble.